Hozir mana shu joyga chiqib, terrasadagi gidroizolyatsiya materiali qanaqa montaj bo'lganini ko'ramiz. Assalomu alaykum. Texnet kompaniyasidan texnik spetsialistman, ismim Nurislom. Bugun TPO membranani gidroispitaniya jarayonida turibmiz. Gidroispitaniya bu TPO membrana montaj jarayonlari tugatilgandan keyin terrasaga suv to'ldirib, utechka bor yo'qligini tekshirish bo'ladi. Bugun 4-kun gidroispitaniya jarayonlari ketyapti. 4 kun davomida hech qanaqa utechka topilmadi. O'zi TPO membrana nima? TPO membrana bugungi gidroizolyatsiya materiallarini ichida eng yangi va eng yaxshi xarakteristikaga ega bo'lgan material hisoblanadi. Ya'ni issiq sovuqda o'zini texnik xarakteristikalarini o'zgartirmaydi, bir xilda ishlaydi. Xizmat muddati boshqa gidroizolyatsiya materiallarga qaraganda ancha yuqori va terrasa sistemasidagi boshqa materiallar bilan salbiy reaksiyaga kirishib ketib qolmaydigan material bu. TPO membrana O'zbekistonda endi rivojlanib kelayotgan materiallar turkumiga kiradi. Bu Protan TPO membranasi Norvegiya brendiga tegishli bo'lgan Turkiyada ishlab chiqariladigan mahsulot hisoblanadi. Agar sizga ham texnik tomondan to'g'ri tanlangan va sifatli terrasa sistemalari kerak bo'lsa, Texnet kompaniyasiga murojaat qilishingiz mumkin.